back on the IBA Pro stage after making his debut in January of this year. More on that in a moment. Uzbek Bahatir Shalfova. Assalomu alaykum bolajonlar. Men Bahodir Jalolov, boks bo'yicha 2 karra Olimpiada chempioni va 2 karra jahon chempioniman. Barchalaringni 18-noyabr O'zbekiston davlat bayrog'i qabul qilingan kun bilan chin yurakdan tabriklayman. Jengimpoz atangan Bahodir Jalolov. Even though he lost, he won. Qo'lda ko'rsak do'stlar. Bayroq bu juda muqaddas narsa. Biz mana shu O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'tarish uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilamiz. Jahon arenalarida O'zbekiston bayrog'i yuqoriga ko'tarilganda uni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi. Baribir odamni ichidan u narsa o'tadi va mana shu badanlar ham bijirlab ketyapti hozir gapni gapirganimdan. Ozarbayjonda xalqaro turnir bo'lgan. Bu voqeaga ham 10 yildan oshdi. O'sha xalqaro turnirda oltin medalni qo'lga kiritganimda O'zbekiston madhiyasi yangragan. O'shanda ko'zimdan yosh chiqqan, chunki birinchi marta meni sharofatim bilan O'zbekiston bayrog'i osmonga ko'tarilib, O'zbekiston madhiyasi yangragan. Bu esimdan chiqmaydigan eng yaxshi kunlardan biri bo'lib qolgan hayotimda. Men 2 marta Olimpiada o'yinlarida bayroqdor bo'lganman. Bu juda ham faxr. Har safar davlat bayrog'iga ko'zim tushganida faqat bir narsa hayolimga keladi. Mana shu Olimpiada o'yinlarida chempion bo'lganim va mana shu bayrog'imizni yuqoriga ko'tarib, madhiyamiz yangragani. Men o'ylayman, har bir sportchini yoshligidagi orzusi Olimpiada chempioni bo'lish. Menda ham xuddi shu orzu bo'lgan va Allohga shukr 2 karra Olimpiya chempioni bo'ldim. Sport kiyimlarimda hammasida O'zbekiston bayrog'ini aks etishini juda ham xohlayman. O'zimning muzeyim bor uyda, o'sha muzeyda ham O'zbekiston bayrog'ini ilib qo'yganman. Yosh ukalarimizga ham bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar bayroq har doim yonimizda bo'lsa, vatanga bo'lgan mehr yana ham kuchayadi.